Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Yulduzli Nigeriya O'zbekistonning JICH 2026 dagi ehtimoliy raqibiga aylanishi mumkin. Nigeriya Futbol Federatsiyasi Kongo terma jamoasi ustidan FIFAga rasmiy petitsiya topshirgan. The Guardian xabariga ko'ra, mazkur ish bo'yicha tashkilot bugun o'z yakuniy xulosasini taqdim etishi kutilmoqda. Da'voning mazmuni nimada? Nigeriya tomonining ta'kidlashicha, Kongo terma jamoasining 6 nafar futbolchisi mamlakat qonunchiligiga zid ravishda Yevropa pasportlaridan voz kechmagan holda maydonga tushgan. Shu bois, ularning Nigeriyaga qarshi saralash bahsida ishtirok etish huquqi bo'lmagan deb hisoblanmoqda. Ular g'alaba qozongan taqdirda Portugaliya, Kolumbiya va O'zbekiston o'rin olgan K guruhiga borib tushadi. Eldor Shomurodov murabbiyi Nuri Shahin, topurarlik poygasi va Fenerbahce haqida gapirdi. Nuri Shahin kelgach jamoada osish kuzatildi. O'yin tomonlama ancha osdik. Kerakli ochkolarni qo'lga kiritdik. Katta o'yinlarda nimadir etishmayapti. Gol o'tkazib yubormaslik uchun ko'proq ishlashimiz kerak. Biz uchun bir ochko ham ochko, topurarlik poygasi ham avjiga chiqmoqda. Albatta, topurar bo'lsam, xursand bo'laman. Ammo birinchi navbatda jamoa bilan Yevropa ligasiga yo'llanmani qo'lga kiritishimiz kerak. Transfer oynasi yopilguniga qadar Turkiyada kun mavzusi bo'lib turdingiz. Fenerbahce dan taklif bilan chiqishdimi? O'zim bu haqda faqat internetda o'qidim. Mengacha etib kelgani yo'q. Bu yerda hammasi yaxshi ketyapti. Murabbiy bilan munosabatlarim yaxshi. U ham ketishimni istamasdi. Mourinho jamoasi bilan yana dars o'tib qo'yadimi yo Arbelo bu safar dahshatli tarzda och oladimi? Chempionlar Ligasi otish bosqichi Benfica Real Madrid bugun 1:00 da boshlanadi. Shuningdek, bugun bir qator qiziqarli bahslar bo'lib o'tadi. Galatasaray Juventus soat 22:45 da boshlanadi. Qolgan o'yinlar esa tungi soat 1 da boshlanadi. Monaco va Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund va Atalanta. Siz nima deb o'ylaysiz, ushbu bahslarda qanday hisoblar qayd etiladi? La Liga. Yamal penaltidan foydalana olmagan bahsda Barsa Gironaga mag'lub bo'ldi. Dastlab Yamal penaltidan foydalana olmadi. 2 bo'limda Kubarsi hisobni ochdi. Oradan ko'p o'tmay Lemar muvozanatni tikladi. 87 daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Roke mezbonlarning g'alaba goliga mualliflik qildi. Yakuniy hisob 2-1. Shu tariqa La Ligada peshqadam o'zgardi. Endi Real Madrid 60 ochko bilan Kaluga peshqadamiga aylandi. Barselona esa ikkinchi pog'onaga tushib ketdi 58 ochko bilan. La Liga yana ham yonadi. Siz qanday fikrdasiz? Ushbu mavsumda Ispaniya chempioni qaysi klub bo'ladi? Real Madrid yoki Barselona? Fikrlaringizni kommentariyada albatta yozib keting. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.